eri dunyo hojatlarini hammasini qondirib qo'yib, ehtiyojlarini qilib qo'yib, safarga ketgan bo'lsa yoki g'oyib bo'lgan bo'lsa, ko'chaga chiqishlikka hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasdan turib, tabarruj qilgan holatda ko'chaga chiqqan ayol ham halok bo'lgan. Mendan bu haqida so'ramanglar dedi Rasululloh. Unini, yog'ini, go'shtini, yemoq-ichmog'ini ko'chaga chiqadigan, ehtiyojini hammasini qondirib qo'yib ketgan erkak kishi. Lekin shunday bo'lsa ham ko'chaga tabarruj qilgan holatda chiqadigan ayol halok bo'lgan. Mendan so'ramanglar dedi. Qancha akalarimiz tijorat, bola-chaqa, tirikchilik maqsadida safarlarga ketgan bo'lsa, shularning uyda qolgan ayollari mana shu hadisdan xabardor bo'lib qo'yishlik kerak. Hojatmi, behojatmi ko'chaga chiqarmaslik kerak. Inson o'zi biladi qachon chiqishlik zarur, qachon chiqmaslik zarur. Va qorna fi buyutikunna deyapti Alloh taolo. Uylarda mustahkam o'tiringlar, chiqarmanglar deyapti.